Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli körürmeler. İslam ve Biz programımızdan 127. saniye görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körürmelerimiz uzun dünmeyen devam kılıvatkan programımız her bölümlerde her bir Müslüman çokum Kur'an ve sünnet nuru asıdı düşünüş gerek boğan xilma-xil mavzularını ayrım temiqan şekilde huzurunlağa sunup kilovatımız Allah Subhanahu ve Teala bu sözlengen temalardaki çoğunkur mezmunlarını öz layıqıda düşünüp hayatımızga tatbiqlagan şekilde Rabbimizden razılıqıga müyesser boğan müminlerden kılışını Rabbimizden tüvençilik bilen sorayımız. Kadirli körürmelerimiz bugünkü şundaqla daimlik bütün şu programlarımızdan daimlik mekmeni boğan hem Allah tanışıp boğan hürmetli Ustad Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği şundaqla Dünya Müslüman Alına Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp kepegeli için köpünge rahmet etimiz. Rahmet. Kadirli körürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarih kılıvatıda ekran aldığı çıktırıvatkan numarımız. Şundaqla ictimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar her qandaq fikir teklif olsa berişanlarını suallarına bolsa soruşanlarını ümit qilamiz. Şundaqla köplegen qeyrindaşlarımızdan faydalanış üçün hem baharlap qo'yishni hem unutmaysizlar. Bugünkü temamiz tünügün e'lonimizda bergandek islomdagi manfaat tushunchasi haqida to'xtalganligimizni e'lon berdik. Albatta manfaat degan vaqtida mayli har qandaq bir jamiyatda kim bo'lsin dunyoda eng kichik shaxsiy manfaatdan tutib bu yerdan boshlasa ta davlat manfaatigacha cho'ng kichik ijtimoiy hayotimizdagi hamma sohani o'z ichiga oladigan cho'ng bir tür. Buni islomning nuri ostida islomning ko'rsatmasi bo'yicha qanday tushunamiz? Qaysi manfaatlar yo'lliq manfaat kelgan vaqtida uni xohlagancha bu yerda manfaat bor deb qara quyuq qabul qilamdiq, qilmamdiq. Bu meselelerine vaktimiz yetkençe yetişişe tirişimiz. Onda olsa başlayıp geçsek ustaz. Temamızdan şu birinci sualı olsa İslam'daki menfaat düşüncesi diyen nime diyen sualına başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamdisine Peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam'da menfaat hükmü paydını kola keltiriş, ziyanını aldın eliş, yak ziyanı yoktu işte ifadelerini. Bir yerde menfaat, belki cismani menfaat oluşu mümkün, ya ki akli menfaat, ya ki nefsi menfaat, ya ki ruhi menfaat. Bunun hemmisini ve şundağlam o menfaatki ebbardığın vasılanımı öz işi alır. Kur'an-ı Kerim karısak, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala paydılık boğan her kandak menfaatini kolu keltirinler. Ziyallık boğan her kandak ziyallık işten ner turunlarda buyurup Kur'an-ı Kerim mundaq deydi. Feme ya'mel misqal zarratin hayra yara. Kim zarrichilik, qilchilik yaxshishni qilsa, uningki natijasini ko'rdi. Bu yerdagi yaxshilikdan maqsad dal manfaat hukm. Kim zarrichilik, qilchilik yomon ishni qilgan bo'lsa, uningmi natijasini ko'rdi. Demak, bu oyat karima bu va shuning o'xshab yuznatchilikga geldi, yaxshi ish qilishga yani yaxshi qilish maqsad manfaatlarni qo'lga keltirishga va ziyonliq ishlardan ner turishga buyurmoqda. Ziyonliq ishdan o'zini qochirganlik, ziyonliq ishdan o'zini tortganlikni dal manfaatni qo'lga keltirganlik bo'ldi. Islom atalg'usida manfaat bilan ziyon hukmi to'g'ri xato yoki go'zal qabih ish yoki yaxshi ish va yomon ish degan bu atalg'u bilan ifodalandi. Xo'sh. Kur'an-ı Kerim köplüğe yerde emel salihat, hasanat deb ifadalandi. İslam'ın körsetmesi gelsek, insanların dünyalık olsun ya ahiretlik olsun menfaatini kol keltiriş ve insanlara kep kılış ihtimal olan hatalık, ziyanın aldığını için koyulgan bir tüzümle ibaret. İslam'ın barlıq körsetmeleri, akide, şeriat, muamelat, siyasi tüzümlerden tatı, İnsanların dünya ahiretlik menfaatlerini qo'lga keltirish ve ziyanninki aldığında ziyan bo'lgan bo'lsa uni yo'q tush uchun yo'l qo'yilgan. Bu sebepten şeriatning hammasi manfaat. Şeriatda ziyonlik ish yo'q. Şeriatning hammasi manfaat, şeriatning hammasi adolat, şeriatning hammasi rahmat degan bu hukm barliq olimlarning tushunchisida
muqim bir qoidaga aylangan. Shariatning o'zidan manfaat, shariatning o'zidan foyda olib keldi, insondan dunyoligida bo'lsin, oxiratda bo'lsin, ziyonninki oldini oladi. Nima uchun degan vaqtda? Chunki shariat insonlarninki zarur bo'lgan manfaatlarni qo'g'daydi. Masalan, zarur bo'lgan manfaat maqsad inson bir aqidalik bo'lish. Ya'ni o'zi xohlagan bir narsaga cho'qinish. O'zining irodasi bilan, ixtiyorlik bilan bir e'tiqod qilish insonning eng cho'ng orzusi. İnsanның erkinligi müşariş parlandı. Mesela bir insan bu öge muş ziminde yaşaysan ya ki muş mahallede yaşaysan da solab qo'yishi mumkin. Xo'sh. Lekin uning bilan to'liq erkinlikka erishamiz, erishmaydi. Eng cho'ng erkinlik insondiki, insonniki o'zi xohlagan bo'yicha bir e'tiqodga erishish. Shariat buni ko'zlaydi, ishga oshirishni ko'zlaydi. Endi bu zo'r maqsadlar qator inson o'zining hayotini qo'g'dash. Çoğu olsun, küçük olsun, aktarlık olsun, kartarlık olsun, o dinde olsun, bu dinde olsun, bel dindar olsun ya ki dinsiz kabir olsun mu insanın hayatını qo'g'dash. İnsanın aklını qo'g'dash, insanın izzat şerifini, hürmetini qo'g'dash, mal mülkini, vatanini qo'g'dash, erkinlikini qo'g'dash, hürlikini qo'g'dash, adolatini qo'g'dash iborat bu zo'r maqsadlarni ishga oshirish uchun keldi. Shuningdek insonning ehtiyojlik manfaatlari var. Masalan, yem-ichmak, kiyim-kechak, safar qilish, o'qish, bilim olish, davolanish degan o'sha bu ehtiyojlarni qamdash, buni himoya qilish kerak. Uningdan sirt yana taraqqiy qilgan shaklda parovan bir turmush ega bo'lish uchun, taximmi bir ko'ngil xoriq orzu qilgan bir turmush yashash uchun to'liqlam shaklda manfaatlar olgan bo'lsa, uni qo'llaymiz, uni mudofaa qilamiz deb keldi. Bu islomning manfaat nazariyasi. Shariatning eng cho'ng nazariyasi insonning zo'r darajalik manfaatlari, ehtiyoj xarakterlik manfaatlari va to'liqlama xarakterlik manfaatlarning hammasini himoya qildi, hammasini qo'g'daydi. Ham islomdagi manfaatning o'lchami qanday qabul qildi yoki qaysi to'g'ri, qaysi xato desa, bu shariat xulosalgan vaqtida shariatning ro'yiga, ko'rsatmasiga va maqsadlariga uyg'un kelgan har qanday ish bo'lib qolsa bu manfaat qabul qilindi. Xo'sh. Agar shariat insonlarningki dunyolik va oxirat manfaatlarini yo'lga qo'ymagan bo'lsa, insonlar nurg'unlagan manfaatlarni quruq qolgan bo'ladi. Hayotini qo'g'dab qolmagan bo'lgandi. İjtimoiy siyosiy tuzumlar tamoman buzilgan bo'ladi. Bugungi reallikka qarasak, mustamlika tushib qolgan millatlar, masalan bizga o'xshash, shunga o'xshash mustabid hokimiyat asr yashayotgan millatlar qarasak, gerçi İslam ellerinde bo'lgan bo'lsa-mu, islom tuproqlarda yashayotgan bo'lsa-mu, bu islomning ko'rsatmasi tatbiqlanmagan bo'lg'achqa inson huquqiga rioya qilinmaydi. İnsanlarningki siyosiy huquqi kuchga ega emas. İnsanlarningki yashash huquqi yashagan bo'lsa-mu, o'zining izzat sharifi bilan, Xo'sh. o'zining irodasi bilan yashash bu huquqlari ishga oshmasligining sababidan shariatningki islom ko'rsatmasiningki bir tatbiqlanmaslikdan kelib chiqmoqda. Demak, bu manfaat islomdagi bir prinsipal masala. Bu qisim bo'ldigan, qimmisim bo'ldigan masala emas. Ham shundaqlam islom qonunshunosligidagi eng muhim manbalarning birisi. Qur'on, sunnatdan keyin ijmo, qiyos, enin kaynadilan manfaat hukmi qonunshunosligining eng cho'ng manbalarining birisi hisoblanadi. Mesela misal alsak, hakimiyetninki yoki hokimninki davlatni boshqarish majburiyati nima desa, millatning barliq manfaatlarini qo'g'dash. Diniy manfaatlari, aqliy manfaatlari, jismoniy manfaatlari, mol-mulk manfaatlari, izzat sharaf manfaatini qo'g'dash va millatning beshiga kelish ehtimoli bo'lgan har turli ziyonlarning oldini olish bu hokimning majburiyati. Mush hukm hokimning ustidagi mush majburiyat hukmi nima deb atalsa dal islom o'tirib qo'yayotgan manfaat hukmining dal o'zimish. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Endi shu turlari haqida İslam'daki bu menfaat türleri yani. Hem yukarıda biraz aşıla bulun takımbek bazı menfaatler kabul kılınmaydıgan, şeriatte itibarı edilmeydigan insanlar özü menfaatte olduğun neslenin biraz aşkan basak türleri. İslam'da menfaat üç türlük bu. Şeriat uygun menfaat, şeriat uygun bulmagan menfaat, şeriat hiç kadar yakınmagan, to'xtalmagan menfaat. Bunu biraz açayım. Şer'i menfaat ya şeriatga uygun menfaat, birinci derecelik menfaat, yani birinci menfaat. Yani Kur'an sünnetin ibaret delil asasida ispatlangan menfaat bu şer'i menfaat deb ataladi.
Mesela namaz. Yolluk yani, kanunluk menfaat kanun. Mesela roz tutanlar dedi. Sol set kılığını doğru yolda kılığınlar dedi. Yaxşı kılığın, yaman işten saklanın dedi. Her birisi delil bağımsız. Delil asası da, yani uçuk delil olsun, ya ki kıstırmış şekilde, işaret şekilde delil bilen ispatlanğan, yani Kur'an sünnetten delil ispatlanğan menfaat, bu şer'i menfaat dep atıl. Buna da gap yok. Bu nayet roşen. Çünkü eğer biz Kur'an'da sünnet delil olğandan faydalı. Biz yukarı degenimizde şeriatның hammasi menfaat. Kur'an sünnet hammasi insonning menfaatini qo'g'daydi. Hergiz inson ziyonkashlik qilmaydi. Buning ittifoq. Ikkinchisi e'tiborsiz menfaat. Ya'ni amaldan qolgan menfaat. Ya'ni shariat e'tibor qilmaydigan, kuchga qilmaydigan, balki rad qilingan menfaat. Bu qanday menfaat esa shariatning dalili zid kelganligi uchun, mayli Qur'ondan bo'lsin, sunnatda bo'lsin, şer'i delil zıt kelganlik e'tibor bilan shariat e'tibor qilmay rad qilib o'tgan manfaat. Masalan, misolga ishlasak, e'tiborsiz manfaat deganimiz ma'nodan boshqa. Bunda desak falan delil qil shakllanib qoldi. Ya'ni shuning bilan birlikda shariatning ruhiga xilop qildigan, shariatning bir butun prinsiplarga, maqsadlariga zid qildigan manfaat umumiy amaldan qolgan e'tiborsiz manfaat deb qaraldi. Xo'sh. Nima uchun e'tiborsiz manfaat deb qaraldi desa, chunki bu ya delil zid keldi, aniq delilga, ya bo'lmaganmiz shariatning cho'ng bir prinsipal qoidasiga zid keldi. Biz yuqori deganimizda shariat insonlarning manfaatini qo'g'daydigan shariat. Dunyolik bo'lsin yoki oxiratlik bo'lib qolsin. Bu shariat hargizmi insonlarga foydali bo'lgan bir manfaat cheklamaydi. Bu aniq qoida, buni oydinlashtirish lozim. Shariat insonlarning dunyolikida bo'lsin yoki oxiratlik bo'lsin foydali bo'lgan bir foyda ishni menfaat ishini cheklamaydi. Cheklagan bo'lsa insonlar ziyonkashlik qilgan bo'lg'achqa, insoniyatga yoki boshqalar zarar keltirgan bo'lg'achqa cheklaydi. Ba'zi ishlar zohirda menfaat ko'rinishi mumkin, lekin amaliyotda u ish haqiqatda ziyon bo'lganligi uchun shuning uchun shariat cheklaydi. Masalan, misol olaylik. Qimor. Qimordan kelgan foyda. Aroq setishdan kelgan foyda deyli. Bu ko'rinishda foyda. Yani chiqib pul cheganlik uchun foyda. Zahiri qarasak foyda. Lekin buning tagi mohiyatida jamiyatni vayron qilish, buzish deganga o'xshash nurg'un ziyon bo'lganligi uchun buningdan kelgan foydani shariat baqo qiladi. Kuchiga emas, haromdir. Shuning uchun misol olsak, bugungi zamonning tili bilan, masalan, doktorlar bu odam bundagi yashayolmaydi dedi. Masalan, mengisi o'lgan bir insonlar. Buni asla hukumatlar o'tirib o'tgan yaxshi edi. 4 yil, 5 yil, 1 yil saqlab nurg'un doktorxonaga chiqim to'lab qilgandi. Buni o'tirib o'tgan yaxshi deb ba'zi ayda fikrlar, xabarlar bor. Am bundan nimani ko'zlaydi desa, kasalning o'zi bakasizlar, pul to'lab o'tdag'icha, bu saqaymas kasal bo'lganda ekan, asli bu qutulsang yaxshi emasmi? Pulni yanchqon qoldi emasmi? deyish mumkin. Ammo islomning nazariyasi bu rad qilindi. Qabul qilmaydi. Garchi pul yanchiqdi qoldi degan bilan, u yashamdi, yashamamni saqayman buni taqdir qiluvchi Alloh taolo. Ta inson jon uzgan qadar uning chaqirish xatomiz xato. Agar uning hayot vaqtida o'qul biznes bilan zaharlik narsa bilan uning jonni olgan bo'lsa, qotillik jinoyat hisoblanadi shariat. Xo'sh. Boshqalar bilan bo'lgan bizning aramizda. Shuning o'xshagan misolni yana bir narsa, shuni qilishni e'tiborsiz manfaatdan yoki amaldan qat. Er ayollar merosning o'xshash bo'lish masalasi. Bu cho'ng bir tiyin bo'lganimiz qisqartgan vaqtida kishilar zulm bo'ldigan bo'lg'achqa, necha taraf holatda, shunga ayollar bilan erlarning meros o'xshash bo'lib qolishi, garchi ayollarga zohirda sirtqi ko'rinishi bir foydali ko'ringan bo'lsa-mu, kishilar zulm bo'ldigan bo'lg'achqa, bu manfaatni amaldan qoldi. Ayollarning o'xshash elish manfaati amaldan qoldi. Emili 8 turlik o'rinda ayollar kishilardan ko'p oldi. Biz uni meros deymiz kirgancha ayrim to'xtalamiz. İkinci türlüki bu itibarsız menfaat. Miras temasimi jiq islom dunyosida musulmonlarga qaymoqtirilgan, suiiste'mol qilingan, xuddi islom zulm qilayotgandek ko'rsatilgan din dushmanlari tomonidan ajoyib bir temada aslida bu jiddiy to'xtalish kerak. Bundan bir to'xtalaylik. Biz birinchi darajadagi temani shar'iy manfaatdir. Shariatga uyg'un bo'lgan dalil bor. Ikkinchisi shariat e'tibor qilmaydigan, rad qilingan manfaatdir. Buning misoli. Ham uchinchi manfaat. Yo'lliq manfaat yoki shariat sukut qilgan manfaat. Bunun darisi yaman kengri. Birazdan belkim etishim mumkin. Yani sukut qilingan manfaat yoki yo'lliq manfaat qanday manfaat ise bu shariatning ro'yiga uyg'un keladigan, shariatning prinsiplariga, shariatning maqsadlariga uyg'un keladigan manfaat. Bu manfaat to'g'risida dalil yo'q. Qur'on, sunnatdan mush ishdan to'g'ri xato dalil yo'q.
Yani şariat mush ishdan keyin manfaat ekanligini e'tiborga olganlik to'g'risida yoki e'tiborga olmay amaldan qoldirganlik to'g'risida hech qanday gap qilmagan, sukutlik qilgan. Xo'sh. Bu to'g'risida Qur'ondan, sunnatdan dalil kelmaganligi uchun shunga sukut qilingan manfaat. Zag'irtilimiz olib aytsak, ya'ni shariat uyg'un bo'lib qolsa, bo'ladigan manfaat, mubah manfaat yo yo'lliq manfaat yo sukut manfaat, sukutiy manfaat deb ataymiz. Xo'sh. Ya'ni ijtihod qiladi. Yani insanların izleniş kal. Şeriatın ruhu uygun mu uygun emas mı? Şeriatın maksatları doğru kelamdı kemem. Gerçi Kur'an, sünnet, hadiste bulması mı? Diyen hoş. Biz bunu yolluk, menfaat dep atsak. Mesela telefonda misal kalayım. Biz kameranı misal kalayım. Kameranın işletiş durus mu, durus emas mı deydiğin Kur'an'da, sünnette hiç kadar delil yok. iPhone telefonu, Samsung telefonu, yani bir telefonu işletsin. Durus mu, durus emas mı deydiğin Kur'an, sünnette hiç kadar delil yok. Bunu söylep o'tdamiz. Demak, shariat bu to'g'riliq gap qilmadi. Buningga o'xshash masalan bugun chiqib ketgan mashinalarning turlari, aeroplan deyli, poyezd deyli, bu turli taraqqiyot naslari. Bu to'g'ri shariat hukm yo'q. Shariat bilan cho'ng bir qoidani o'tirib qo'ydi. Masalan, shariat aqida masalasida hammamiz kisib o'tirib qo'ydi. Bir inson aqida masalasida yangilik paydo qilolmaydi. Ibodat masalasida inson, yo'q, ani o'rnini ma'ni qilsak yaxshiroq bo'ldi ekan deb şair karakterlik ibadetlerini peyda kılanmaydı. Ahlak meselesi ruşen, üçlük tepsi. Ondan başka turmuşla alakadar, elim setimle alakadar bu cık işlerde sükut kaldı. Buna nime asasını ölçemezse çoğun bir kaide oturup koyalım. Şeriatın umum ruhi, maksatlarına uygun kelamda uygun kelmem. Doğru hatalıkını bunu şu yerden ölçemez. Birazcık yani bu toxtalamız. Mesela misal alsak, sukutiy manfaat ya sukut qilgan manfaatlar. Masalan, davlatning idora tuzum organlari. Masalan, parlament organi, qonun chiqarish organi, adliya organi o'chi. Bizda Qur'on sunnatda mundaq ayrislar deydigan gap yo'q. Bizda Qur'on sunnat nima deb bo'lsa, qonunni chiqarishlar deydi. Qur'on sunnatning ro'yi bo'yicha chiqarishlar bu buyruq. Xo'sh. Enin kendin qozilik qilgancha adil hukm chiqarishlar bor. Lekin şu hukuklu birisi ailesi değil ama hüküm yok. Falan yerde devletin reisi otasın, falan yerde baş minister otasın, ministerlik 6 olsun, 8 olsun, bu gap yok. Bu nime kaldıysa şeriat sükut kıygan tema. Yani gap kılmagan tema. Bunu bugün ministerlikte 6 kılandı, ya takım terakki kılıp 50-60 çıkarılan, 31 çıkarılan bu. Şu milletin ihtiyacı, devletin ihtiyacı, zamanın ihtiyacı, makanın ihtiyacı kalgan mesela. Şeriat sükut kıygan mesela. Paydalık milletinin paydalısıyla kolu keltiriş, asas kılınan bu opqası hemiz yollukmuz yol. Mühim bir şartı İslam'ın körsetmizge zıt gelmezlik şartı öyle. Bunu şariat sükut kıygan menfaat ya ki yolluk menfaat deriz. Demek menfaatdan turmuş. Birisi şariat enik delil tepilgan menfaat, şer'i menfaat. İkinci birisi şariat emelden kaldırıp etken menfaat. Üçüncü birisi şariat sükut kıygan insanlarınki ijtihadıga, emidi ahvalıga özenle şeriatning ro'y bo'yicha uyg'unlashib bir taraf qilinganlarni qoldirib qo'ygan manfaati bor. Bu 3 turga bo'linadi. Bu ikki turi aniq. Xo'sh, xo'sh. Birinchi turmi aniq Qur'on sunnat dalili va qilinganlik qilmanligini, shariat chekligini dal ikkinchi shu e'tiborsiz qilib o'tgan mesela yuqori. Uchinchisi bu yomon kangari. İnsanlarninki ishlar o'zgarib turdi, hayot o'zgarib turdi, taraqqiy qilib turdi. Bu sababdan yomon. Aslida Allohning rahmatida bu ham. İnsanlar çünkü devamlılık bir xil cemiyet yaşamaydı. Yani şeriatimizdeki ta kıyametgacha Qur'oni Kerim bu ahirki peygamberimizge nazil bulup ta kıyamet qayım boğucu salahiyeti devamlaşıdığan bir şeriat ana shunda bo'lishi kerak ekan. Başka bir şekilde bo'lishi mümkün emas. İlgili peygamberlerinki şu zaman şu ma'lum bir mühlet şu devirge tushgan hamda. Bu şeriatimiz albatta mana shunday bo'g'ashqa har zamonga javob berib kelyapti hamda. Ama bunun derecelerini kısa bir şekilde. Menfaatning darajalari haqida to'xtalsangiz, menfaat yuqorida 3 turga bo'linadi. Maqsad deyli yoki menfaat deyli 3 tur. Birisi zarur xarakterdagi menfaat. Yani inson u bo'lmay qolib qolsa yashay olmaydi hayotini. Masalan, e'tiqod, dunyo qarash, ko'z qarash deganga o'xshash bu narsa insonning ma'naviy hayotini tutup turduğun, qo'g'dab turduğun, himoya qilgan, ya insonlikni himoya qilgan narsa. Bugungi zamonda insonlik yo'qolib ketib bordimiş qalsa, e'tiqod sel qaralgan bo'lsa, moddiy jihatdan insoniyat nurg'un taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ma'naviy jihatga bugungi qonxo'rlik, bugungi odamiylikni yo'qolganligi dal bu e'tiqod masalasi sel qaralganlik kelib chiqadi. Demak, e'tiqod bo'lmasa inson yashay olmaydi.
Bugün Xitoylarningki yoki qaysi bir tajovuzchilarning o'zimiz solgan misol bir zaminni besib olsa birinchi qilib qilgan hujum nereden boshlandi? Shu millatning e'tiqodi. Nereden boshlandi? Birinchi qiplan udillam uning kallasini o'ttirib o'tamdi. Yo'q, men sana tavba bo'lib yashay, sen bilan oqib bo'lib yashay, sen nima desang, ma'qi desa, uning chaqalamdi. Chaqilmaydi, qul olsan kel deydi. Mesela Uyg'urlarning o'zining e'tiqodidan voz kechib, kimligidan voz kechib, biz bu Xitoy bo'lib yashaymiz. O'lmasakli bo'ldi deb qolsa, bugungi shu irqiy qirg'inchilik, kompromissiz amaldan qolmamdi. Yani vatan davosini voz kechdik, millat davosini voz kechdik. Biz Xitoy bo'lsak bo'ldik, biz turkman emas, musulmon emas, hayotla qolsak bo'ldi. Bizning hech qanday da'voyimiz yo'q. Gongchandan birinchi deb qolsa, Uyg'urlar normal yaşamamdi. Xitoyga nisbatan yaşamaslik mumkin. Bu Xitoy o'zidan boshqani hamda ashunda kommunizm kasmi. Maqsad nima? Chunki eng chong necha vaqt noz qilayotgan maqsad nima? Kampus bo'ladi. Hammada ilgari olimlarni tutib, hammada islom maktablariga hujum qilib, buning ideyasi buzuq va deb nurg'un to'g'ri. Qo'lga ilingan, nurg'un shiyit qilingan. Kimdan boshlandi? Xitoyning mushunday maqsadlari buni mengisini shu ishdan maqsad nima? Uyg'urlarning maqsadi nima? Oltin bam, kumush bam qo'laydigan. Bir aqida var, bir kimlik var, bir qimmat qarash var. Ben mushuni yo'qitib, buni Mao Zedong chiqilaman deydi. Stalin chiqilaman deydi. Mesela shu emasmi? Birinchi plani shu, ammo shundoq bo'lib bo'lsa-mu, mencha bu Xitoylar. Demak, o'ziga o'xshayib bo'lib bo'lsa-mu, oxiri yo'qitadi. Ya'ni Xitoydan bo'lmasa. Sen Uyg'ur var, bu yerda yashayapti. U yo'qoldi. U hamda tamoman Xitoylish bo'ldi. Tilidan tatib Xitoylish bo'ldi. Demek itiqadını yo'qotdi, kimligini yo'qotdi, kimlikning 8 qilarini ko'p to'xtatdi. Buni yo'qotsa, sen Uyg'urga o'xshab bo'lib qolsa, xatar tugaydi ham. Tugaydi. Xitoyning nishoni shu. Ammo bizningki e'tiqodni tushunmaydigan, aqidani rolini tushunmaydigan bir qismlar ola yo'q so'zlab yurib o'tayman. U to'yimga kirmaydi. Xo'sh. Demak, ya zo'r nas e'tiqod, ikkinchi jon. Belkim jon birinchi o'rinda bo'lishi mumkin, e'tiqod birinchi bo'lishi mumkin. Bu ikkisi ijtihodiy bir masala. Ba'zilar e'tiqodni birinchi o'ringa qo'ydi. Chunki e'tiqod qo'g'dash uchun o'zimizni qurbon qilgan bo'lg'achqa. E'tiqod bo'lgan jon insonning insonlik bo'lgan bo'shunga e'tiqod birinchi. Ikkinchi jon. Can bulması insan yaşanılmaydı. Sağlam bulmasa, yediğin ne sapamasa, normal terikçilik kılanmasa, şu canlı qoğdaş dinimizde en mühim işlerimiz. En yüksek maksat insanın canını qoğdaş. Meyli çoğun olsun, küçük olsun, qaysı dinde olup kalsın, İslam'dan onun kârı yok. Onun itikadı ile yapılaşmaydı İslam. Müslüman olamdı, Buddhist olamdı, yanımsız olamdı. Mühimi başkalarına tecavüz kılmasa, Müslümanların kimliği hırs kılmasa. Üçüncü birisi insanın aklı. Aqlni qo'g'dashning maqsad. Ya'ni aql maksat insonning tasavvur, dunyo qarshi, qimmat qarshi buni qo'g'dashni maqsad qildi. Ham boshqalar olgan bo'lsa, masalan, haroq desa, u bir mezgillik yo'qotish aql. Bugun aqlni mas qilayotgan narsa haroqdimi xatarlik o'g'ri, zaharlik ideali. Xo'sh. Xitoylashtirish, kommunistlashtirish, josuslashtirish, İslam'a karşı sekülerizm ideyasini tanış, bir kısım bugünkü Uygur Yahudilerine karşı Yahudilaştırış. Mav xatarlı. Bu aqlni bu yana qo'g'dash dinimizningki en yüksek maqsadimiz. To'rtinchi bir insonning nomusini qo'g'dash, izzat sharafini qo'g'dash. Yazsang insonda yashab bo'lmasa bu dunyodan ket. Musulmon dunyoga ketish qo'rqmaydi. Ya g'alba yoki o'lim. Xo'rlikqa rozi emas. Şunu nima ish qilsa, inson o'zining qimmat yo'qotgan vaqti butun tugdi. U chaqirpaydan taqsiz binasiga. Beshinchisi mol-mulk. Mol-mulk shaxsiy mol-mulki va millatning mol-mulki. Kang ma'noda aytayotgancha vatan. Vatanni qo'g'dash inson nisbatan eng yuksak darajadagi maqsadlarning manfaatining birisi. Vatan bo'lmasa Uyg'urlarning ahvoli bilan ko'rinib turibdi. Misolni boshqa yerda olmaydi. Sargandorlik, dardmanlik, o'ji-bo'sh. Hatto e'tiqodning joyida qilmaydi. Bir vatanga ega bo'lmaydi. Inson o'zining jonini qo'g'day olmaydi, izzat sharafini qo'g'day olmaydi. Bu mol-mulkni faqat beg'imiz bilan chiqabat uyimiz ifodasi. Erkinlik va buning ichida adolat va boshqa ishlar. Bu birinchi zaruriyat. Undan ehtiyoj xarakter ishlar. Buni insonlar uchun, masalan, uyning ijozasi to'lash uchun ishlamiz bo'lmaydi, ehtiyoj. Bolasi maktabda o'qish uchun pul topmasi bo'lmaydi deydi. Yoki bir normal bir xizmatga erishish uchun bilimimiz bo'lmaydi. Bu ehtiyoj xarakter. Buni qo'g'dammiz, buni qo'g'daydi.
Uningdan boshqa masalan normal telefon ishlasin bo'lgan ya iPhone'ning 15 ni ishlatgan bo'lsa, bu kamolat subtidagi manfaatlar. Buning hammasi dinimizda qo'llanamiz. Xo'sh. Endi bu manfaat yana ommaviy manfaat va xususiy manfaat ya shaxsiy manfaat deb ikkiga bo'linadi. Ommaning manfaati, shaxsiy manfaat. Shuning bilan birlikda prinsipal manfaat va tarmoq manfaat deb yana bir turi bor. Ommaviy manfaat shaxsiy manfaatni oldiga qo'yildi. Ya'ni ommaning manfaatini qo'g'dash uchun shaxsiy manfaat qurbon qilindi. Masalan, birisining uyi, birisining bag'i millatning yo'liga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, uning uyini boshqa yerga yo'tkab, lekin Xitoyning padisi emas, zulm holat emas. Uni rozi qilgan asosda sotib haqqini berib, uni yo'tkab bu millatning manfaati uchun uning xizmat ishlanadi. U uni da voz kechish lozim. Zaten otam yashagan, dadam, bog'am yashagan ziminda deb turvasinmaydi, millatning manfaati uchun. Davlatning manfaati uchun. Xitoy padisi emas, islomning padisi. Yana birisi prinsipal manfaatlar, cho'ng manfaat. Masalan, Uyg'urlarni misolga olsak, mustaqillik. Bu prinsipal manfaat bo'lishi lozim. Bir mustamlika duch kelgan millatga nisbatan mustaqillik voz kechgan olmaydigan, voz kechma xiyol qilgan olmaydigan prinsipal manfaat bo'lishi lozim. Buning bilan bir tarmoq bir manfaat bor. Masalan, vaqtincha asraq zulm yengillansa, bir zolim yo'qlab uning boshqasi olmishib qolsin bo'la dedi. Masalan, Gongchandan bilan Gomindan degan o'xshash, u pachparat manfaat. Lekin asli manfaat prinsipal manfaat. Prinsipal manfaat parcha manfaatninki oldida turdi. Xo'sh. Biz zam fikrdan aytganmidik mana. Shunga o'xshash aqidaninki manfaati, vatan millatning manfaati, kimligimizning qimmat qarashining manfaati, shaxsiy manfaatning oldida turdi, tashkilotning manfaatining oldida turdi. Mana bilish lozim. Albatta. Millatning aqidasi, millatning qimmat qarashi, millatning vatini, tuprog'i bir butun qimmat qarashi shaxsiyning manfaatining oldida ham muayyan uch bo'sh tashkilotning oldida turdi. Bu tashkilotda buni rioya qilish lozim. Agar rioya qilmay qolsa, millat xizmat qilmaydigan tashkilot bo'ladi. Bu foyda ziyanni, bu manfaatni bu o'lcham bo'yicha o'lchash to'g'ri. Demak, manfaatlar ziyanning bu darajasining bo'lganligi, turlik bo'lganligi hamma aniq masala. Lekin bu yerda eng muhim bir masala. Manfaat bilan ziyon ikkisi bir yerga kelib qolsa, do'qurishib qolsa, so'qishib qolsa, buni qanday ayiramiz? Manfaat kuchliqmi, ziyon kuchliqmi? Manfaatni tutib ziyonni rad qilamdik yoki ziyonni qabul qilib turib mayilda manfaatni voz kechamdik. Buni ayirish, buni selishtirish, buni o'lchash, taroziga solish bu ayrim bir mahorat, ayrim bir hunar. Eng ta'sirlangan birisi. Oldimizga qarasak ikki kishi bor. Birisi manfaat, birisi ziyon. Qaz kuchli. Manfaat tutib ziyonni yo'qotish darhol kallamiz qildi. Lekin ba'zi vaqt manfaat ko'ringan ish kichik, ziyon ish ig'ir bo'lishi mumkin. Buni selishtirib, jangiz tasqab, har tarafdagi millatning manfaati, qimmat qarashi bir butun tarozi saga vaqtida ishningki foydasini endin o'lchigini bo'ldi. Shunga bu yerda deymizki, bu haliqi aniq yomon ish bilan aniq yaxshini ayirish u normal bir ish. Hammadan bir. To'g'ri. Ammo ishki yaxshi bo'lgan bo'lsa, ma ishki yaxshi ishning yoki 5 yaxshi ishning qaysi hammadan yaxshi degani buni o'lchash masalasi. İşki yaman işi olganmiz, ma işki amallıqdanki qaysi bekrak nachar, qaysi bekrak yaman buni ayirish alayda bir mahorat, alayda bir iqtidor, alayda bir saviya ketadi. Bu haqda izlanish to'g'ri keladi. Allah razı olsun. Endi shu yo'lliq manfaat yoki shariatimiz sukut qilgan bu manfaatniki o'lchamlari haqida biraz. Yo'lliq manfaat ya sukut qilgan manfaat. Xalqliq yarimishadi. Çünkü yukarı degenimiz şeriat delil bo'lib qolsa, Qur'on sunnat delil bo'ladi, bosh tutib ketaveramiz. İman va odamlar, musulmon odamlar, islom samimiyati va odamlar gap yo'q buni. Albatta. Qur'on. Hamda Qur'on sunnat delil kelmagan. Biz yuqori deganimizga o'xshash bu hayotdagi nurg'un ishlarda delil yo'q. Bo'labmi? Hayot o'zgarib turgan bo'lg'achqa manfaat masalasi kelgancha. Masalan, so'l setiqni turib qarab boqaylik bugun. Jiqlar haqida aniq nas, aniq delil bormi yo'q? Uni biz shariatningki maqsadlarga, prinsiplarga, qiyasqa va biz maqsadlarga, prinsiplarga uyg'unlashtirib, to'g'ri xato deb hukm chiqaramiz. Masalan, foychaki internet so'zi u va kaza. Delil bormi, delil yo'q vaqti. Xo'sh. Demak, hayotda
delil kelmagan, Qur'on sunnat delil kelmagan, ya'ni e'tiborga olganligi yoki e'tiborga olmaganlik to'g'risida delil kelmagan manfaatning doirasi yomon kengir. Endi bu manfaatning bir alohidaligi bor. Garchi u to'g'risida aniq delil kelmagan bo'lsa-mu, islomningki manfaatni qo'lga keltirish va ziyonning oldini olishdan iborat ruhiy maqsadga uyg'un keladi bu manfaat. Buning bayonini bir az to'xtalaylik. Onun da ilgili bir nokta var ekan. Endi ikki manfaat bor dedik. Birisi shar'iy manfaat, yani birisi sukutiy manfaat. Sukutiy degani shariat yaqinmagan manfaat. İkisidan munosib naricha. Shariat sukut qilib gap qilmagan manfaat, ya'ni insonlar izlanib yurgan kerak. Masalan, siyosatda izlanib, tarixda izlanib, madaniyatda izlanib, harbiy texnikada istixbar ularni izlanib qo'lga keltirgan bu manfaat bilan shariat aniq dalil aytgan bu ikkisining orasida munosabatni ikkisi shariat xizmat qiladi. Shar'iy manfaat bilan insonlar ijtihod qilib, kashf qilib chiqqan shariatning ruhiga uyg'un bo'lgan manfaatning har ikkisi islomning maqsadlariga xizmat qiladi. Xo'sh. Ikkisi islomningki prinsiplarga xizmat qiladi. İkisining farqi nimasi? Shar'iy maqsad dalilga tayinadi. Qur'on sunnatning iborat dalilga tayinadi. Bu sukut qilingan manfaat muayyan dalilga tayinmaydi, balki shariatning umum ruhiga, umum prinsiplarga, maqsadlarga tayinib ketaverdi. Xususiy dalil topilmaydi. Xo'sh, xo'sh. Yuqorida deganimizdek sukutiy manfaatning ya shariat gap qilmagan bu manfaatning doirasi yomon kengir. Şu buni islomning umum ruhiy prinsip asosi bu vaqt ko'p izlanish lozim. Bular bizga o'xshash qiyinchilikda qolib qolgan millatga nisbatan bu vaqt izlanish intayin muhim. Boshqa millatlarning tajribasidan foydalanish, boshqa millatlarning savoqlarini olish muhim bir sharti islomningki ko'rsatmasiga, prinsipiga zidlik kelmay qolib qolsa. Bu vaqtda alohida izlanish muhim. Qaraydigan bo'lsak, islomdagi shar'iy siyosat degan atalg'imi shu sukutiy manfaat asos, ya shariat sukut qilgan manfaatni asos qilmadi. Aslida islomning siyosiy tuzumida ba'zilerde yo'q. Islomda Osmon davlati bo'lgan, Qaraxonlar davlati bo'lgan, Abbosiy bo'lgan, u bo'lgan. Ko'pi nimaga tayangansiz? Ular javobda ya Qur'on sunnat tayangan deydi. Tamam. Uning dalil cheklik, siyosat to'g'risida yoki siyosiy tuzum to'g'risida yoki davlat boshqarishga kelgan dalillarning soni cheklik. Mushni asos qilib turib, millatning manfaati, davlatning manfaati, ummatning manfaati, insonlarning manfaatini asos qilib, bu siyosat doirasi kengayib mengayverdi. Ya'ni ko'pincha vaqtda siyosiy ishlar, shar'iy siyosat nimani asos qilsa? Sukutiy manfaatni asos qilgan, shariatning ro'yi bo'yicha. Masalan, hokimni bugungi zamon bo'yicha 4 yil saylaymiz. O'lgacha uningki podshoh bo'lish, o'lgi sulton bo'lish hech qanday dalil yo'q. Bugungilar shu foydalanish. 4 yildagi belkim biz obdara qilishi mumkin, musabitlik qilmasi mumkin, bolasiga miros qo'ymasligi mumkin, masalan. Degan o'xshash. Biz uning tafsilotlariga keyin keldik. Demak, yo'lliq manfaat yoki shariatda dalili kelmagan sukut qilingan bu manfaat insonning mijoziga vaqtlan ilinmaydi. Yo'q, bu foydali deyma deb plan qabul qilmaydi. Yoki muomalat mush ishdan foydalab deb boshqa millatning urf-odati bizga uyg'un kelmam deb so'rab kirishga bo'lmaydi. Yoki boshqa millat mana bilan manda qilib deyma. Yahudlar davlat qurib 3000 yil davlat yo'q, dunyoda sargardan axlat bo'lib ketgan bir odamlar. Angliyaninki o'tirg'ach tiklab qo'yishi bilan, zamindan Angliyaning ularga setib berishi bilan, ijara berishi bilan, hadiya qilishi bilan davlat quribdi. Biz bugun davlatimizni osh asos qo'saq ol deydigan bir qism manqurtlar bor. Bunun da elinmaydi bu manfaat. Bizda zaminimiz var. Biz satmadık, ijaraga vermedik. Mau yo'q, Yevropadan kelib, jinoyatchilar bu yerda bu yerga kelib kep qolgan bir odamlar. Demak, bu yerda bu manfaat hukmi bizning mijoziga ko'ra, yoki bizning urf-odati yoki boshqa millatning tajribasidan to'g'ri kelib qadar o'til elishga bo'lmaydi. Buni dinimizning ro'yi bo'yicha, maqsadlarimiz bo'yicha ko'rsatib uyg'un gaz alayli uyg'un kelmay qolib qolsa, u yerda to'xtash lozim. Bu muhim bir nuqta. Chunki islomning maqsadlari, prinsiplari uyg'un kelmagan manfaat, garchi boshqalarning vatanning manfaati degan gap bu og'izdan tushmasimi, bu e'tiborsiz narsa, foydasiz narsa, ziyonli narsa. Uning og'zida vatanning manfaati, amaliyoti vatanning manfaatimi, tashkilotning manfaatimi, yonchuqning manfaatimi, qo'zg'aning manfaatimi buni Alloh biladi.
Xo'sh. Qanday bo'lib bu millatning aqidasiga foyda etganmaydigan, millatning qimmat qarashiga foyda etganmaydigan, millat ziyon qilgan narsa qanday foyda kelsin? Buni bular bir az o'ylanib baqish lozim. Xulosaga vaqtimizda shariatda aniq dalillanmagan yoki shariat sukut qilgan manfaatning o'lchamining birinchisi islomning ko'rsatmalariga maqsadlar zid kelmas kerak manfaat. Xo'sh. Ikkinchisi shariatningki zarur darajadagi maqsadlari, ehtiyoj darajadagi maqsadlari va farovonlik maqsadlarini ishga oshirish xizmat qilish lozim. Uchinchi birisi aqliy manfaat bo'lish lozim. Ya'ni bu ibodat paydo qilib olmaydi bidat shaklda. Ya'ni aqlga uyg'un, lekin shariatningki prinsipiga zid kelmaydigan, ma'ni qilsak millatga foyda kelgan. Masalan, saqchidan 10 ming yetishtiraylik. Masalan, biz gerçi dengiz bo'lmagan bo'lsa-mi, dengiz sahasi kapitandan manchilarga yetishtiraylik kelgisi balkim lozim bo'lib qoladi. Deganga o'xshash. Misol tariqasida bunda aqlga uyg'un manfaatlar bo'lib qolsa, u vaqtida bu o'lchamga tushgan bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun. Tavsiye etmedi. Ama şu şer'i prensip bilen menfaat bir-birisiga zid kelib qolgan vaqtida yuqoriga ham albatta buni e'tibor etmaydi qolgan so'zlar. Lekin shunday vaqtida qanday qilish kerak degandan biroz ochgan bo'lsak. Shariatda maqsadlarga uyg'un keladigan ya shariat xizmat qiladigan 3 turning zaruriyat, ehtiyoj, kamolati va qaysi bir xizmat qiladigan manfaatlar bo'lib qolsa e'tibor qiladi. Chunki dinning maqsadi shu. Shu bu nuqtadan shar'iy dalil bilan yoki shar'iy prinsip bilan haqiqiy manfaat orasida to'qinishib qolgan, zidlashib qolgan, so'qishib qolgan ish yuz bermaydi. Shar'iy dalilning o'zidan manfaat olganlik uchun bu shar'iy dalil yoki islomning o'zi manfaat olganlik uchun haqiqiy manfaat bilan ya to'qinish ahvol yuz bermaydi. Xo'sh. Buni biroz ochaylik. Birinchi shar'iy dalil manfaat. İslam insanların dünyalık olsun, ahiretlik olsun, nefsani olsun, cismi olsun, aklı olsun, roy olup kalsın, şunun menfaatini qoğdaş üçün kelgan. İkinci olab, şer'i menfaatsa kemmesi delilinin taqazzasıdan keldi. Biz buna adım ittifak. Üçüncü olab, şer'i menfaat bilen, yoki şer'i delil bilen menfaat arasında prinsip noktasını soqishib qildigan chiqmaydi. Yani tegine menfaat bilen şeriatına delil to'qinish bağım olsa prinsip noktası yok. Kaçan bağ ise bir yerde şer'i delil bilen menfaat arasında bazı da to'qinish yoki yuz berish mumkin. Kaçan yuz berish mumkin ise birisi şer'i delilni tushunmaslikdan. İslamning shu prinsipini o'z mohiyat bilan tushunmaslikdan kelib chiqadi. Yak olmagan bolsa menfaatni anqıranmaslıktan kelib chiqadi. Yak menfaatni to'g'ri zamonda, to'g'ri makanda mo'ljallanmaslikdan kelib chiqadi. Yak olmay qolib qolsa menfaatlar to'qinishib qolganlikdan kelib chiqadi. Xo'sh, bir qancha manfaat. 3 manfaat, 5 manfaat. Biz bugun shu nimada yashayapmiz. Masalan, biz Sharq Turkistonliklarning manfaati g'arb dunyosi bilan bo'ladi. Shundan emasmi? Xo'sh. Ma'lum nuqtalarda, hamma tarafdan bo'lmasin, ma'lum nuqtalarda Sharq Turkiston ko'rishiningki dunyo bilishida g'arbninki ta'siri o'z navbatida ketgan. Boshqa ba'zi bir qarindoshlarning bizga o'xshashlarninki manfaati g'arbning ta'turini tutgan, g'arb bilan zid yo'l tutgan odamlar bilan bo'ladi. Masalan, Rus va boshqalarga o'xshash. Bu yerda manfaat to'qinishi yuz beradi. Demak, bu yerda gapimizni asli qilsak, shar'iy dalil bilan manfaat orasida aslida to'qinish yuz bermaydi. To'qinish yuz bersa sirtqi omillar sababidan. Masalan, shar'iy dalilni tushunolmaslik, yoki manfaatni to'g'ri mo'ljallanmaslik, yoki manfaatlarning o'zaro qisishib, so'qishib kelganlikdan yuz berishi mumkin. Xo'sh, to'rtinchi nuqta bu yerda deydigan shar'iy dalil bilan manfaat orasida zidlik yuz bersa. Islom bir nuqtani o'tirib qo'ydi, bu yerda manfaat nuqtasidan bir yuz berdi. Biz manfaat tutmasak islomning prinsipidan voz kechadigan yoki voz kechishni tuzkorlik qilgan bir ahvol yuz berdi. Unda biz qanday qilish lozim? Asli qoida ikkalasiga amal qilish lozim. Shariatning ko'rsatmasiga amal qilish lozim, manfaat haqiqiy manfaat bo'lib qolsa, undan foydalanish lozim. Ishning to'g'risi. Shar'iy dalilga amal qilamiz, musulmon bo'lish sifatimiz bilan manfaat millatimizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni qabul qilamiz. U vaqtida men dalilga amal qilgan bo'ldi, manfaatni olgan bo'ldi.
Mundasılık etken vaxtda deliller menfaatini özara, özününki yolida, özünün makanida, özünün zamanında maslaştıralıq. Yani ikisininki hakkını verimiz. Delil bilen menfaatinki hakkını öz zamanında, öz makanı verimiz. Udulan birisini görüp birisini inkar kılmayız. Delilini alsak, delil zaten menfaatini gözleydi. İslam'dan delil. Hoş. Menfaat desek, o skuti menfaat. Şeriatga qilmagan bir menfaat değil. Onu asanlık buludu değil. Şeriatninki nimisiga, deliliga, prinsipi sitkenmeye kapkaz. Bu mesele aydınlaştı. Hem de şer'i deliller menfaatini işkini maslaştığını bulmadı. Sokaştığıma işkilisini hep gidelim. Delilgimi emel kılaylı, menfaatini sokuşap kaldı. Maslaştıramız. O vakit kadar kılmaz. O vakti şer'i delini tutmayıp, menfaat, biyadik menfaat köpüncü. Ne menfaat olduysa, maddi menfaat oldu. Sokaştırıp koyganlar. Yani istibdadlık oldu. O vaxtda şer'i delini tutmayız, ama menfaatı vazgeçimiz. Nima uchunsa? Çünkü şeriatning menfaati, aqidaning menfaati, kimlikning menfaati, mavjudlikning menfaati moddiy menfaatniki oldi turadi. Shariatga 5 turlik yoki 7 turlik zarur deb qaralgan narsa olib bersak, birinchisi aqidaning menfaati. Mol dunyo 5-darajada turadi. 5-darajalik narsa 1-darajaga bo'ysunadi. Moddiy menfaat bilan aqidaning menfaati to'qnashib qolsa, aqidaning menfaati tutmamiz, anasini qurbon qilamiz. Maslashtirgan bo'lib qolsa, ikkilisini olib ketamiz. Menimcha misol ehtiyoj bormi yo'qmi? Yo'q, tushundim. Lekin bu masaladamda haqiqatan biroz chekish nuqtalari shu asosdan hozirgi mavjud nurg'un ixtiloflarni chiqyapti deb qarayman. Masalan, bizningki vatan uchun, vatan manfaati uchun xizmat qilyapman deganlarmi masalan. Ba'zilar shunday fikrni o'tirib qo'ydi masalan. Xuddi davlatdami xilma-xil partiyalar, xilma-xil ko'z qarashda, xilma-xil partiya bo'lgan bo'lsa-mu, bir-birisiga yaqin kelmaydigan partiya, ammo hammasining shuari shu davlatningki manfaati uchun xizmat qilish qo'yamdi. Qurilib shu millatning manfaati, vatanning manfaati deydi. Ammo fikr o'xshamaydi. Shuni misol keltirib, masalan, vatan da'vosi qilayotgan nurg'un tashkilotlarningki xilma-xil fikrda bo'lishi bo'lib shu yaqinqi Falastin aziz masalalarida, İsrail masalalarida hammasi o'zining manfaat oxirgi nishonda biz bir ifodani bildirgan bo'lsak-mu, Sharq Turkistonning Uyg'urlarning manfaatini deb qilyapmiz. Shunga boshqalar bek biyaram bo'lib ketmasanglar bo'ldi bu degandek masalan hammasi o'xshash natijada biz shu millatning manfaati uchun qilyapmiz. Fikr o'xshamasligi bo'lishi normal ish. Uni bu yerda andaq qamandaq chiqirib o'tish u ashqullik u bu degandek sakraydiganlar bor masalan bu masalamda. Mishadimi shu hamda to'qinishda bu yerda jiddiy hamda. Bu masalani masalan biz belki kilar hep yani devamlı qilish mumkin bugungi zamandagi men nazariyasi haqida to'xtaldik. Qoyishda bundagi amaliy tatbiq masalasi. Bu masalani biroz qistirib o'taylik. Vatan menfaati, davlat menfaati deydigan bu falsafa deb ataydi. Firavunning zamonidan tatib millatlarni izishdan vosita bo'lib kelgan. Firavunning zamonidan tatib bugungi zamondagi arab diktator mustabidlarning hammasi vatanning menfaati birinchi o'rinda, davlatning menfaati birinchi o'rinda degan gapni tushunmaydi. Gerçi milletleri hamma diktatorlar felsefesi deydi değil mi? Gerçi milletleri, xalqlar narazılık bildirsin mi, itiraz bildirsin, biz bunu kollamayız desin mi? Devletning menfaati, vatanning menfaati. Bu bütün mustabid diktatorlarning felsefesi bu. Ama vatan söylem. Emniyette bu qanday olib vatanning menfaati olib shu vatanda xalqlar ziyon qilayotgan ish. Agar vatanning menfaati olib qolsa shu yerda yashaydigan odamlar nima qabul qilmaydi? Şu adamların ki dünya karşı, şu adamların kıymet karşı, şu adamların iradesini neymiş kılın. Mesela falan hakimini biz kalamayız. Bu millet ziyan ek geldi, ziyan keşlik kıldı, milletin akıdı kaldı, satkolluk kıldı, biz kalamayız. Yani bazı kapı, ben milletin menfaati için men tuğumsam bulmaydı. Mesela mübarekimiz, men çüp kessem, nisir bütün kalaymıkan buldu dedi. Ya ben razı olup, bana musabitlikim razı olup, müşta yaşayısılar, ya kummagan bolsa, kan kölge aylandırıyordu ben dedi. Kiyinkiler mi dedi? Neredeki devletin menfaati var, neredeki halkın menfaati var. Demek, biz konuşuk, ne kılmayız bu yerde? Bu,
vatan manfaati bugun da'vo qilayotgan shu kishilar yoki shu qarindoshlar Uyg'urlik nuqtasidan agar bo'ldi insof bo'lsa, vatanning manfaatiga, millatning manfaatiga uyg'un yo'l xaritasi siz baxsin, chiqib baxsin. Biz millatninki kimligi, millatning qimmat qarshi, millatning irodasiga asosan maishni qildik deyman. Yo'l xaritasi bormi? Yo'q, ishi bo'sh. Ismi yo'g'on bo'lganlar ishi bo'sh. Sen qaysi yo'lda ketyapsan, qanday 5 yildagi yo 1 yildagi nagir to'xtaysiz yo'lingizda qanday xaritasi yo'q yo'l. Yo'l ketib berib yo'l almashtirdi. Shu bu yerda vatanning manfaati. Mana boshqa to'xtat. Bu millat musulmon millat. Nechvamiz bu millat o'zining mavjudligini Sharq Turkiston millati iymon asosida, jihad asosida qo'llab kelgan. O'zining tilini olsin, madaniyati olsin, boshqa yaqinlarni nexav deb yurgan chaqda 2018 qadar bugungi vaqtda maydon chiqib shatraqlab yurganlar, Xi Jinping apandim yurgan vaqtida, Xi Jinping apandim deb maqola yozib, fariyada saklab yurgan vaqtida islom prinsipini tutib mangayotgan musulmon kishilar eng cho'ng jallat qonxo'r tajovuzchi degan maydon bilan bayroq chiqqan. Bayroq bilan maydon chiqib kelgan burunda. Bugun 4-5 yildan sharoit o'zgargandilar. Bayroqni ta'tir o'zgartib olgan bilan masala aniq. Qaysi xarita bilan kesyapsiz? Bu odamlarmi? Biz vatanni qo'g'daymiz, iymonimizni qo'g'daymiz, kimligimizni qo'g'daymiz, mavjud qo'g'daymiz deganlar vatanning manfaatini o'ylamay, naning manfaatini o'ylayotgandi. Demak, bu yerda bu aqmaydigan bir. Agar aqadigan bo'lsa, xaritangni bir aniq qil, mangdigan yo'ling ro'shan bo'lsin. Mushu vatanning manfaati, mush xalqning manfaatini bir o'ylab chiqing. Unda deganning o'rniga to'xtab turinglar. Agar insof bo'lsa, siyosiy ong bo'lsa, biz ma tashkilotlarda mancha million dollar olyaptik. Shu orqali biz xizmatni qilyaptik, jonlantiryaptik. Bu yerga to'xtamay safar qilib. Bu millatga foyda keladi. Shunga biz ma'vul namimsini, ya gapni reallikni buni nima deyman, bu og'zim shuni bilmayman, so'ragan savol shu. Shu bu yer insof bo'lib qolsa, shunga biz islomiy qarindoshlikdan voz kechmaymiz. Innamal mu'minu ikhva degan amal qilamiz. Biz musulmon. Agar kofir deb qolsa, masala aniq. Biz o'sha xristian bo'lib qolsa, tamam. Uning musulmondash ishi yo'q deydi. Yana biz so'rgan bo'lsa, ummatchilik ishi yo'q deydi. Ummatchilik islomda aqida. Inna hazi ummatkum ummatan wahida. Innamal ikhva. Dindan chiqarib o'tirib, inkorlik qilib qolsa, islomiy qarindoshlik ummatchilikdan dindan chiqib kofirlar bo'ladi. Kesib aytaman. Bu Qur'onning hukmi mening gapim emas. Biz islomiy qarindoshimizni yaxshi ko'ramiz, hurmatlaymiz, tuyg'usi rioya qilamiz, ammo bizning ahvolimiz dunyodagi eng bichar bir holatda. Aziz bir millat. Boshqalarning qo'li to'mot askari va anchmin askari va atrofida bo'lganmiz, bizning atrofimizda hech kim yo'q. Shunga biz kim yordam qilsa, shuningki yardım bilan biroz ish qilishga muhtoj. Buni to'g'ri tushungaysizlar. Lekin biz qarindoshlarimizni terrorchi deb haqoratlamaymiz, ammo og'zimiz yuma, sukut qilamiz degan bu tariqada biz buni vatanning manfaati uchun, azm tashkilotning manfaati bo'lib qolsa, vatanga foyda yetamligi desa, ma u insof bo'lgan bo'ladi. Bunday emasmi? Gapni ochiq qilsa. Tashkilotning manfaati mush orqali biz ishimizni mavduramiz. Asal tashkilotning manfaati yonchiqning manfaati bu. 6-7 yo'ldan elayotgan bo'lgandigan u an deydi dollarni. O gapni rast deyish lozim. Bu mening emas, to'g'risi to'g'risi chiqdi kimning elayotganligi u. 200 dan ortiq tashkilot oladi u nimadan? Uyg'urlar olmaydi, 5-6 tashkilot olmaydi. İstanbulni qalayimqon qilyotganlar shu pulni qalayimqon qilyapti. Xo'sh. O'quvchilar burs bergan, o'ch-bo'ch olgan bo'lsin, manbasini Xudoyim o'zi bildi degan. Xulos kalam, insof bo'lib qolsa, biz majbur bo'ldik. Agar majburlangan bo'lsa, biz ilgari dedim bu temani. Majburlandik. Bina deysan dedi. Biz shunga o'tgan degandek, biz ma'sum insonlarga chaqirish. Garchi ma'sum bo'lmasimi? Xotin bolalar chaqirishni ayiblaymiz deganga o'xshash. Bunda bir gap bilan BDTning raisi o'xshash davomli ikkilanadigan gap bilan tugitib o'tgan bo'lsa, bular islomiy qarindoshlik ro'yiga zid chiqmagan bo'ladi. Manfaatmi o'zining yo'l ketaverdi. Ikkini moslashtirgan bo'ladi. Demak, so'qashtirdi. Islomiy qarindoshlik so'qashtirdi. Bunda haqoratlab dushmanning tili bilan xitob qilish bu aqidaga zid, e'tiqodga zidmi? Butun dindan chiqamsin, bijak obro'dir. Zulmlikdi, pasiqlikdi. Xo'sh. Mislan bir misol. Shu bu yerda vatan davosini, vatanning manfaati degan gap taroziga sas tushmaydi.
Vatandan menfaat olup şu vatanda yaşaydigan adamın ki bir itiqadı var, kıymet karşı var. Sen neydi? Muşu 7 oktyabirden keyin tor dünyasını bir bölük mahluklar veyrallık qilib o'tdi. Millatni ikkiga qilib bo'lib o'tdi. Qimmat qarash nuqtasidan, kimlik nuqtasidan parchalab bir yerga olib kirib o'tdi. Kim payda oldi? O'zi ana shuni qilsang bo'lmadi, sen Uyg'urning davosini qilgan bo'lgan ekan. Xitlaydigan bo'lsang, Xitoyni tillab, ko'taradigan bo'lsang, Uyg'ur millatining qadr-qimmatini ko'tarib. Boshqa bir masalaga chiqib. Gerçi biz istaşlık qilayli deganlar. Bu yerda ochiq shuni deyman. İstaşlık qilayli deganlar men biz nima ish qilamiz? Bilasizmi? Qo'limizni ko'tarib musulmon bo'lib sutimizdan duo qilamiz. Bizning qo'limizdan kelganimiz shu. Uningdan boshqa ish ham yo'q, Uyg'urning qo'lida kelmaydi. Shu. Nayt buningdan chiqaraq kelib qolsa, yanchiqib $100, $200 bo'lib qolsa, Qizilay jamiyati bilan yoki IHAga o'xshash yer bilan, masalan, Istanbulda yashaydiganlar bo'lib qolsa, yardım. Uningdan boshqa hech ish qilolmaydi Uyg'urlar. Allah'ın aş musulmonlarga bir osonchilik bersanglar, tugaydi. Uyg'urning qo'ldan keldigini qilolay shunday. Mushdan ham chidamaydi ekan bu namertlar. Şuna dastlablam tamg'ida bosdi. Duo qilsang bo'lmaydi, istaşlik qilsang bo'lmaydi. Istaşlikning taqozosi kuchining yetishini haqida. Bizning kuchimizdan yetig'ini nima bo'ldi? Faqat duo. Xo'sh. Tor dunyosi to'xtamay, uni qilsang arab bo'lasan, buni qilsang bujum bo'lasan chiqib ketganim. Qas vatanning davosini qilyapsan sen. İsrail vatandan mı yoki Sharq Turkistondan mı? Bu yerga kelgan chaqda ayrim nima qilish lazım. Bu yolg'on bo'lgan ekan ko'pincha. Xo'sh. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib vaqtimizni oshirib o'tdik biraz. Kechirgaysizlar. Müşahede ahirlashtiraylik. Allah subhanahu va taala har bir masalada tushunchamizni, fikrimizni, e'tiqodimizni bu güzel İslam asasida tushunishga muyassar qilsin. Allah ömür ve sağlığımızdaki haftada başka bir temada görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.